Husan aka. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Ustoz sizga oq yo'l, xush kelibsiz. Ijodiy yutuqlar bardavom bo'lsin. Azizlar ko'rdingiz, juda chiroyli ma'lumotlar berdilar. Salomatlik va eng katta boylik. Husan aka xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Biz sizga ajoyib mukofot beraman. Ya'ni qarang, hech kimga hali taqiq qo'ymadim sizga. Mana shunday imkoniyatlar bugun bor. Bemalol o'tirib olamiz. Xushkaybat tilaymiz Husan aka. Yurtdoshlar bilan salomlashish imkoniyatiga egasiz, marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana kechki kayfiyatlar bilan o'tiribsizlarmi? Hammalaringizga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r. Omonmisiz? Ma'lumot uchun aytib o'taylik. Mahmud Namozov shogirdlari hisoblanadi. Ustoz, san'atkor, O'zbekiston xalq artisti. Bugungi ijodda yangiliklar ko'p. Ijtimoiy tarmoqlarda yaxshigina shovqin ko'tardingiz. Ko'z tegmasin. Qanday yangiliklar bugun taqdim etamiz? Yana qanday raqs va qo'shiqlar bormi dastur davomida? Hozirgi mana hozir aytgan qo'shig'im yangi qo'shiq va bu yilgi 2025 ning birinchi qo'shig'imda. Mualliflik qo'shiq. Mualliflik qo'shiq. So'zi kimniki bu Dildor? Bu Zominlik Sindor Qoraboyev akamiz, shoir akamizning so'ziga qalamiga mansub. Musiqiy Juda go'zal tarona bo'ldi. Musiqiy bezagini ham birgalikda shu insonning g'oyasi bilan bastalaganmiz. Seni kutdim kelmading Dildor. Bir bor. Holim so'rmading bir bor. Dildor. Dildor. Bu qo'shiq deb aytmagan ekansizlarda shunga. Dilmurod. Qanday bo'lar ekan? Mana qarasa, seni kutdim kelmading. Yo'q, Dilor. Qalbimda qolmadi orom. Qaydasan Dilorom? Bo'lmaydi. Dildor qolaversin. To'g'ri kelmadi, Dilor qolaversin. Qo'shiq bor qancha Dilorom. Eng yaxshisi shu. Eng yaxshisi. Ijodda nima gaplar? Yangiliklar. Ijodda endi shu boyagi bu Dilmurjon aytganday hozir ijtimoiy tarmoq bo'lib qoldi-ku, hammada. Qayerga qarasang ijtimoiy tarmoqda reklama roliklar hamma. Biz ham shu qatorda o'zimizning ijodlarimizni taqdim etyapmiz. Husan aka, bu qo'shiqni aytamizmi, yo'qmi? Shudbek oqshom qo'ynida. Bir aytaylik hozir. Musiqiy dastur. Uni o'tgan safar aytuvdik-da. Bu safar boshqa bir taronani. Qaysi tarona? Sho'x qo'shiq bo'lsa. Bugun ham endi o'zimning qo'shig'imni, mualliflik qo'shig'imni aytaman. Bir bizning ham qishlog'imiz bor. To'boy aka degan inson shuni qalamiga mansub Xurbu degan qo'shiq qilganmiz. Xalqonada o'zi xalqona. Lekin u qo'shiq boshqacha edi, sizni ijroyingizda. Oqshom u raqsga tushadigan edi. Yoshlar bopada endi. Qo'shiq bilan tanirdi ko'proq, bir tadbirlarga borib qolsa. Iloji yo'qmi hozir rejissyorlarga bir ishora qilsak yoki bo'lmasa rejissyorlar taqdim etib bersa? Ularga bilmadim, ularga hali taqdim qilganmiz yo'q u qo'shiqlarni. Hozir aytmoqchi bo'lgan qo'shiqlar taqdim qilganmiz. Sho'xmi raqsga tushsalar, sababi sizdan keyin sport ustalari bor, ularni ham taklif qilamiz. Hali siz bilan suhbatimiz davom etadi. Musiqiy dastur bo'lishi kerak, hadeb suhbat bo'lsa zerikib qoladi, chunki har bir inson ishdan charchab kelib, aynan yoki bo'lmasa qandaydir yumush bilan yurgan bo'lsa, aynan Sirdaryo telekanalini ko'rayotgan bo'lsa, qo'shiq bidirni ozuqasi. O'zingiz aytasiz, biz ko'p boshda ta'kidladik, bu ko'rsatuv yaratilganda bir narsaga e'tibor berdik. Juda ko'pchilik aynan kitob o'qishga yoki bo'lmasa, nima deydi, hattoki telefonini qarashga vaqti bo'lmay charchab qoladi. Bunday vaziyatda, bunday paytda eng yaxshi hamroh bu teleekranlarda yaxshi ko'rsatuv bo'lsa, yaxshi bir qo'shiqlar taqdim etilsa, uni bemalol yosh o'g'lar bilan yonboshda deydi. Aynan Sirdaryo bilan teleradio kanalida Dilmurod bo'ladi. Qaysi qo'shiqni aytamiz, Husan aka? Shu Xurbu degan. Xurbu. Bujonlar, Xurbu. Surxoncha o'z-o'zidan raqs tushsak bo'lammiz. Xalqona. Dilorimni raqsga taklif qilasiz hozir. Birgalikda. Demak, azizlar, yana bir bora qo'shiq taqdim etamiz va birgalikda kayfiyatingizni ko'tarib olishingiz kerak bo'ladi. Husan aka, sizga a'lo kayfiyat, omad raqsida biz, siz esa bemalol bu joyda egallashingiz mumkin. Xurbu taronasi taqdim etiladi. Azizlar, ko'ryapsiz, bizda ajoyib voqealar ko'p, bizda kutilmagan vaziyatlar ko'p. Hozir sportchilarni taklif qilishimiz kerak edi, lekin biz yo'q. Teletomoshabinlar qo'shiq istayapti. Qo'shiqqa raqsga tushish kerak va eng muhimi kayfiyatlarni ko'tarish kerak bo'lishi kerak edi. Energetik balansingizni esa eng maksimal darajaga biz ko'tarishga harakat qilib qolamiz. Demak, tepada ovoz rejissyorlarimiz allaqachon tayyorlar, operatorlarning har bir nigohi barchamizga qaratilgan. Siz tayyorsiz, aytadigan inson tayyor, raqs desa biz tayyormiz. Shunday ekan, Xurbu biz boshladik azizlar. Qani ketdik.